Siz bilan Allohning o'rtasida nima borki, ushbu duoni sizga nasib etdi. Allohim, sening ismi azaming bilan so'raymiz. Qadrimizni baland qil, ko'ksimizni keng qil va jannatni bizning uyimiz hamda qarorgohimiz qilgin. Allohim, sening ismi azaming bilan so'raymiz. Qalbimizni, hayotimizni kunlarini hech qachon tark etmaydigan saodat bilan shod et. Allohim, sening ismi azaming bilan so'raymiz. Bizni o'z fazling ila boy qil. Har bir qiyin ishni oson qil va biz uchun yaxshilik hamda rizq eshiklarini ochgin. Allohim, sening ismi azaming bilan so'raymiz. Bizni qadarlarning og'ir sinov musibatlaridan, hasadgo'y ko'zdan va yashirin yomonliklardan saqla. Allohim, sening ismi azaming bilan so'raymiz. Qalb ko'zimiz, basiratimizni nurafshon qil. Bizni haq va to'g'ri yo'lga boshla hamda bizni shukr qiluvchi va zikr etuvchi bandalaringdan qilgin. Allohim, sening ismi azaming bilan so'raymiz. Siniq ko'nglimizni ko'tar. Qayg'uyimizni shodlikka, tashvishimizni kushoyishga va qiyinchiligimizni osonlikka almashtir. Amin. Barcha ulamolar Alloh taoloning ismi azam ila duo qilinsa, qabul bo'lishiga hech qanday shubha qilmaganlar. Ammo ismi azam haqida kelgan rivoyatlar har xil bo'lgani uchun Alloh taoloning ismlari qaysi biri ismi azam ekanligi haqida ixtilof qilganlar. Alloh, Hay, Qayyum, Rahmon, Rahim, Zul Jalali val Ikrom, Malikil Mulk ismlari rivoyatlarda keladi. Hadeb o'ylanavermang, g'amga botavermang, noumidlik shaytondandir. Buning o'rniga ko'p istig'for ayting. Chunki Allohning eshiklari g'amga yoki o'yga botganlar uchun emas, istig'for aytganlar uchun ochiladi. Allohning eshigini nolish va shikoyatlar bilan emas, tavba bilan qoqing.